As- Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugun men sizlarni yashil bargning 120 xil xususiyati bilan tanishtiraman. Choyning shifobaxsh ekanligi qadim zamonlardan beri ma'lum. Yaponiya, Xitoy, Hindiston, Shri-Lanka va boshqa davlatlarda juda ko'p kasalliklarni azaldan choy bilan davolashgan. O'zbek xalq tabobatida ham shamollash, ich ketish, ishtahasizlik, bosh og'rig'i, tish og'rig'i kabi kasalliklarga choy malham bo'lgan. Ko'z og'rig'ini choy bilan yuvilsa nafi bo'ladi. Fasodli yara chaqalar ham iliq choy bilan yuvib turilsa foydasi bo'ladi. Chunki choyda bakteriyalarga qiron keltiruvchi xususiyat bor. Choyning xushbo'yligi ham, shifobaxshligi ham, mazasi ham uning tarkibidagi kimyoviy moddalarning xilma-xilligi va murakkabligidadir. Olimlar choyda 120 xil foydali moddalar borligini aniqlaganlar. Bular suvda eriydigan ekstraktiv moddalar bo'lib, damlanganda qaynoq suv tarkibiga o'tadi va suv bug'lanib ketsa, piyola tagida qizg'ish rangli quyqa hosil qiladi. Ba'zilar bu quyqani zararli deb o'ylaydilar. Aksincha, choyning eng foydali javhari shudir. Ana shunda ekstraktiv moddalardan biri tanin hisoblanadi. Bu modda ovqat hazm qilishida faol ishtirok etadi. Choy tarkibidagi efir moddasi ichimlikning orombaxsh va xushbo'y bo'lishini ta'minlaydi. Choy ichgan kishining ishtahasini ochadi. Choy Xitoyda chaiye degan so'zdan kelib chiqqan bo'lib, yashil barg degan ma'noni anglatadi. Choy to'g'risida juda ko'plab kitoblar yozilgan. Ularda aytilishicha, odamlar choy haqida 3500 yil oldin bilishgan va bu shifobaxsh ichimlikni hanuzgacha yaxshi ko'rib ichishadi. Salomat bo'ling.